Ramazonga oid eng muhim so'zlar, ya'ni ro'za va Ramazon so'zlarining lug'aviy ma'nosiga yuzlansak. Xo'sh, bu so'zlarda qanday mazmun yashirin? Tarixga teran nazar tashlashning vaqti keldi. Ro'za so'zi forscha ro'z, ya'ni kun so'ziga a qo'shimchasining qo'shilishi natijasida hosil bo'lgan. Ro'za tutgan kishi sahardan quyosh botgunga qadar butun kun davomida yeb ichmaydi. Aynan shuning uchun bu oyga nisbatan ro'z, ya'ni kun so'zi qo'llaniladi. Aynan ro'za so'zi Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Eron, Hindiston, Pokiston, Bangladesh kabi mamlakatlar tillarida ham ishlatiladi. U rus tiliga uraza shaklida kirgan bo'lib, so'zning o'raza shakli ham uchraydi. Endi Ramazonga to'xtalsak, hijriy qamariy yil hisobida 9-oy aynan Ramazon deb nomlanadi. Bu oy davomida musulmonlar ro'za tutadi. Qadim zamonlarda Ramazon dastlab juda issiq kunlarga to'g'ri kelgani bois, ushbu oyga Ramazon, ya'ni juda issiq, kuydiradigan issiq deb nom berganlar. So'zning shu ma'nosidan kelib chiqib, bu oyda ro'za tutgan odamning gunohlari kuyib yo'q bo'ladi degan faraz ham uchraydi. Shu sababli Ramazon ruhiy yangilanish fasli sanaladi. Bu davrda sinov harorati shukronalik, intizom va umid nuriga aylanadi. Agarda video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bizni yoqtiruv tugmasi bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang hamda Dervish Not sahifasiga obuna bo'ling.